Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Bugungi videoyimizda tizza og'rig'i haqida gapirib o'tamiz. Uni kelib chiqish sabablari haqida. Ya'ni tizza son va boldir mushagini birikmasidan tashkil topgan bo'g'im. Ikkalovini boylab turadigan o'rtada tog'ay bor, ya'ni xirash. Bu ikkita suyeni bir-biriga bog'lab turadi. Bu bo'g'im bog'lovchi vazifasini o'taydi. Ya'ni yuk ko'taruvchi vazifasini o'tamaydi. Tizzani harakatlantirishda, o'tirib turishlikda yoki boshqa harakatlarda tizza ishtirok etadigan harakatlarda asosiy vazifani mushaklar bajaradi. Bu endi hammaga ma'lum. Endi qaysi mushaklar bunda asosiy rol o'ynaydi? Deyarli hammasi. Tizzaga birikkan mushaklarning deyarli hammasi. Tizzani stabil holatda ushlab turish uchun tizzani orqasida podkolenniy mishsa deymiz, ya'ni tizza orti mushagi. Buni hozir biz kuchini tekshirib ko'ramiz. Oyoqni bukib, ichkariga qilib, bemor ichkariga qarshilik qiladi, men tashqariga tortib test qilamiz. Qani? Mana bu mushak bo'sh. Bu mushak o't qopi bilan bog'liq. Bemordan o't qopiga qo'lni qo'yishlikni so'raymiz. Test qilganda mushakka kuch kirdi. Ya'ni o't qopi muammosi hal bo'lsa, tizza ostidagi mushak ishga tushib, tizzani stabilligi, muvozanatini yaxshi ushlashi tiklanadi. Yana bitta mushak sonni to'g'ri mushagi. Tepaga ko'taramiz. Mana bunda kuch yo'q. Ingichka ichagiga qo'lni qo'yamiz. Mana ingichka ichak bilan bog'liq muammo bor ekan. Bu chashka buni sonni to'g'ri mushagini ustida joylashgan. Yana bitta mushak. Bu boldir mushagi, ya'ni ikronojniy mishsa. Ko'tarmasdan bemordan o'ziga tortishlikni so'raymiz. Bu mushakda ham kuch yo'q. Bu mushak buyrak usti bezlari bilan bog'liq. Bemor buyrak usti bezlariga qo'lni qo'yishni so'raymiz. Mana kuch paydo bo'ldi, ya'ni buyrak usti bezlarini muammosini hal qilish kerak. Yana bitta mushak, bu yurganda to'piqda asosiy ushlab turuvchi vazifasini bajaradigan boldirni old qismi mushaklari. Buni testini hozir ko'ramiz. Bemor o'ziga tortadi, biz pastga bosib turamiz. Bunda kuch bor. Bu ham buyrak usti bezlari bilan bog'liq, lekin bu yerda hozir holatda buyrak usti bezlari bunga katta rol o'ynamayapti. Ya'ni bo'shashtirish holati yo'q. Endi yana bitta mushak bor, u partnyajniy mishsa deymiz. Bunaqasiga kelib bu yoqqa birikkan. Men bu yoqqa tortaman, bemor qarshilik qiladi. Bu mushakda kuch bor. Yaxshi. Bu mushakning bo'shligi ham tizza og'riqlariga sabab bo'lishi mumkin. Yana bitta tensor fascialar mushagi. Buni tashqariga itaramiz. Unda kuchi yo'q ekan. Ya'ni bu yoqdan bu yoqqacha birikkan mushak. Mana shu mushaklar endi asosiy mushaklar hisoblanadi. Mana shulardan qaysi biridadir ishlamaslik bo'lsa, ya'ni tonus pasayishi bo'lsa, tizzaga nagruzkani taqsimlanishi buziladi. Ya'ni nagruzka noto'g'ri taqsimlanadi va natijada bu yerda og'riqlar turishni boshlaydi yoki tizza bo'g'imida, ya'ni bo'g'im boya aytib o'tganimdek bog'lovchi vazifasini o'taydi. U yuk ko'tarishga mo'ljallanmagan. Ya'ni davomiy tizzaga tushadigan yukni ko'tarishga u mo'ljallanmagan. Shuning uchun bu yerdagi mushaklarning tonusi pasayganda bo'g'imga to'g'ridan to'g'ri yuklama tushishni boshlaydi va natijada
gonartroz, ya'ni tizza yemirilishini birinchi, ikkinchi, uchinchi, xullas shunaqa etaplari boshlanadi. Endi qachon o'sha darajaga yetib boriladi? Ya'ni og'riq har doim ham bo'lavermaydi. Ba'zida organizm shu bo'g'imga o'tkazib yuborib ham bu yoqdagi og'riqni tanaga bildirmasligi mumkin, miyaga. Ya'ni kompensatsiya deydi buni. Bu yoqqa o'tkazadi, nagruskani bu yoqqa o'tkazadi, amallab yurishiga odamga yordam berib turadi. Lekin bo'g'im bir chekkadan yemirilib ketishni boshlaydi. Endi har doim ham shunaqa jimjitlik bilan yemirilib ketadimi degan savol bo'lishi mumkin. Yo'q, unaqa emas. Qachondir bu bo'g'imda og'riq turgan, unga bir ukol yoki tabletkalar ichilgan, og'riq vaqtincha qolib turgan. Yemirilish davom etavergan. Yana qachondir qo'zg'agan, yana shu. Yana qachondir qo'zg'agan, yana shu. Vaqtincha bosib turilgan. Va natijada tizza yemirilishi nechinchidir darajaga 3 gami, 4 ga yaqinlashib qolganmi darajaga kelib qolgan bo'ladi. Shuning uchun birinchi signallarda har doim buni e'tiborsiz qoldirmay, iloji bo'lsa kineziologga uchrash kerak. Ya'ni tiklash. Endi ba'zi bir holatlarda, ya'ni ichaklarni ko'rdik, ichak bilan bog'liq misheda muammo borligi uchun bu yerda tonus pasayganligini ko'rdik. Buyrak usti bezlarida bog'liq bo'lganligi uchun bog'liq bo'lgan mushaklarni ham tonus pastligini ko'rdik. Endi ichakda joylashuvdagi, ya'ni ichak pastga siljigan bo'lishi mumkin yoki bunda qanaqadir muzdek narsaga, ya'ni sovuq narsaga ta'sirchanlik bo'lishi mumkin. Yoki nimadir, ayniqsa oq non mahsulotlarida ta'sirchanlik bo'lishi mumkin ichakda. Shu ichak aziyat chekishni boshlaganda bu mushak bo'shashaveradi. Bu mushak. Bo'shash natijasida tizzaga noto'g'ri taqsimlanish ketaveradi. Endi bu yerda agar qanaqadir mexanik ta'sir bo'lsa, ya'ni operatsiyalar yoki boshqa sababidan bu mushakni bu şey orqali bu organ orqali, ya'ni operatsiyalar natijasida ingichka ichak organiga yetkazilgan zarar sababli bu mushak o'chib tizza og'rig'iga olib kelayotgan bo'lsa, bu shramlar bo'lishi mumkin. Ayollarda kesareva bo'lishi mumkin. Erkaklarda ham qanaqadir operatsiyalar yoki kuchli zarb yegan bo'lishi mumkin. Shunga ta'sirchanlik ortib qolgan bo'ladi. Shu yoki sovuqqa juda ko'p muzdek narsani iste'mol qilgan natijasida sal muzdekga ham ta'sirchanlik bo'lib qoladi. Natijada buni o'chirib qo'yaveradi har doim. Ya'ni ichakdagi muammodan bu mushak o'chaveradi. Endi o'shani ta'sirini kineziologiyada yo'qotish yo'li bor. Bu juda tez va oson amalga oshiriladi. Reseptorlarni yo'qotish. Endi shamollash bo'lsa, u ozgina vaqt oladi. Ya'ni ko'pchilik tizzamda og'riq bor edi, qaysidir bir tabibiy dorisinimi yoki dorini ichganimdan keyin bu narsa yo'qolib qoldi deb aytganini kuzatamiz. Bu hollarda ichakdagi shamollash, ya'ni gribok bo'lishi mumkin, bakteriya, virus, o'sha viruslarning ta'sirini yo'qotilgandan keyin ichak o'zi normasida ishlashni boshlaydi va natijada bu mushakka tonus kiradi, og'riqlar yo'qoladi. Tajribalarimizdan ko'p kuzatamiz, mushaklarning hammasini, ya'ni seans muolaja davomida mushaklarni ishga tushirib berganimizda og'riq yo'qoladi. Tezda yo'qoladi. Yoki hamma olib keluvchi sabab, ya'ni ildiz sabablarni yo'qotganimizda ichakdagi shamollashlarni ketkizib, ichaklar joylashishini o'ziga joylab, yoki bir kengayib ketgan bo'lsa, yoki bir spazmga tushib qolgan bo'lsa, spazmlarni yo'qotganimizdan keyin tizzadagi og'riq yo'qoladi ko'pchilik holatlarda. Lekin ba'zi paytda qoladi. Ular mushaklar bir necha yo'nalishda o'zini xaltachasiga o'ralib, tosdan
tizzaga, bo'g'imiga birikkan bo'ladi. O'sha mushaklar bir-birini orasida sirg'anib harakat qiladi. Nervlar ham o'shani orasidan o'tadi. Endi ba'zi bir holatlarda, ya'ni mushaklar ishlamagan paytda organizm o'zini o'sha strahofka qilish uchun bu yerga ikkita mushakning orasida spayka deydi, ya'ni bir-biriga yopishib qoladigan bir tikib qo'ygandek bir narsa hosil qiladi. Ya'ni o'sha yurishiga bir yordam bo'lishi uchun. Endi o'sha narsalar qoladi. Buni biz qo'l bilan shundoq mexanический ta'sir bilan yo'qotib yuborsak bo'ladi. Lekin buni yo'qotsa ham qanaqadir darajada og'riq qoladi. Lekin ildiz bu ichaklarda, ichki organlarda yoki odamning hissiyotida bo'lgani uchun bularni yo'qotilsa, bu juda uzoqqa yaraydigan bo'lib og'riqlari ketadi. Lekin asos bu yoqda tuzatilmasa, ichki organlar tuzatilmasa, buni ochganimizdagi ketgan og'riq yana qanchadir vaqtdan keyin yana qaytadan yana qo'zg'ashni boshlaydi. Endi xullas qisqa lo'nda qilib aytadigan bo'lsak, mushaklarni tiklash. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Ya'ni boldir mushaklari bir chekka bitta uchi sonni suyagiga kelib birikkan bo'ladi. Sonni mushaklari boldir suyagiga kelib birikkan bo'ladi. Ya'ni ikkalovining orasida, ya'ni bu bo'g'imda tizzagacha bo'lganda faqat sondan kelgan mushaklar sonni o'zida qolib ketmagan yoki boldir mushaklari son suyagiga o'tmasdan boldir suyagining o'zida qolib ketmagan. Ya'ni bir-biriga bunaqasiga o'tgan bo'ladi. Bu o'sha tizzani yana ham mustahkam ushlab, mustahkam ishlashiga bu zamin o'zi aslida odam shunaqa yaratilgan. Endi qaysidir mushakda spazm bo'lishi ham, qaysidir mushakda. Ya'ni aytaylik, mana hamstringlar deymiz, orqa mushagida. Bu yoqqa o'tgan, bu yoqqa o'tib birikkan, o'sha yerda spazm bo'lishi bu tizza bo'g'imini siqilishiga olib keladi, ya'ni bir-biriga olib kelib siqilishiga olib keladi. Va natijada bu yerda yemirilishligi ham qanaqadir zamin yaraladi. Yoki buni boldir mushaklaridagi boldir suyagidagi mushaklar son suyagiga kelib birikkan. Bundagi spazmlar ham bunaqasiga tortib bu yerga qisilishga olib keladi va natijada odamning yurishida diskomfortga olib keladi. Ya'ni noqulaylikga olib keladi. Qanaqadir og'riqlar, bir noxush sezgilar bo'ladi bu yerda. Behuzur bo'lish, tizza atrofidagi og'riqlardan. Endi hammasini yechganimizdan keyin bular o'zini normasida, o'zini anaqasida, tonusida ishlashni boshlaydi va natijada tizzadagi og'riqlar ketib, oyoqda yengillikni bemor his qiladi. Yana bitta narsani oldingi videolarda ham ta'kidlab o'tganman. Yana bitta narsani esda tutishinglarni so'rardim. Kineziologda har doim ichki organlarni kineziologiyada ishlash shart. Busiz hech qanaqasiga iloji yo'q. Chunki mushaklar buni aks etuvchi bir bo'limi. Ya'ni ichki organdagi muammolar har doim mushaklarda aks etadi. Mushak birlamchi emas, asosan shu bo'ladi. Endi to'g'ri, mahalliy qanaqadir shiram bo'lishi mumkin yoki boshqa holatlar bo'lishi mumkin. Bu ko'pincha kamdan kam bo'ladi o'zi. Asosiy sabab tizza og'rig'iga. Lekin juda 90% holatlarda asosan ichki organlar bo'ladi. Yana bitta sabablaridan bittasi, biz hozir ichki organning joylashuvini aytib o'tdik. Ichki organdagi shamollashlarni aytib o'tdik. Ulardan tashqari yana bitta bu tizzani og'rig'iga olib kelayotgan sabablardan bittasi bu reseptorlar. Ya'ni shiramlar, reseptorlar bo'ladi. Reseptor bu
bizani his qiladigan datchiklarimiz. Masalan, sovuqni his qilamiz, issiqni his qilamiz. Yoki zarbani, mana shunaqa ezg'ilab chimchillaganini his qilamiz. Yoki kesilganini. Mana shu reseptorlardan agar tanaga stress, mana bemor yiqildi deylik, kuchli zarb bilan tizzasi bilan tushdi. O'shandan keyin oyoq yurish qiyinlashib qoldi. Tizzada og'riqlar turib, yurish qiyinlashib qoldi. Sabab bu yoqqa mana tizza bilan tushganda, tizzani atrofida bir necha mushaklar bor. Organizm bu juda katta stress deb qabul qiladi. Bu zarbani vaqtincha ishlatmay turadi bu mushaklarni. Ya'ni o'zini ehtiyot qilish uchun ishlatmay turadi. Endi vaqt o'tishi bilan qancha vaqt o'tgandan keyin bu reseptorlarni berayotgan signali tarqaydi. Odam yana o'sha eski holida yurib ketaveradi. Endi ba'zi holatlarda kuchli zarbdan hamma reseptorlarni o'sha udar bo'lgan holatda bir qo'zg'alish yuz beradi. Undan vaqt o'tishi bilan u hammasi o'chadi. Ya'ni qo'zg'alish o'chadi, miyaga bu yerdagi zarbani ta'sirini jo'natmaydi. Lekin bitta, ikkita, uchta reseptor osilib qolgan reseptor deymiz. Ya'ni yolg'on xabar jo'natuvchi reseptor yo'qolib qoladi bu yerda. Tana bu yerda hali ham o'sha kuchli zarb bo'lyapti degan tanaga, nerv sistemasiga signal kelishni boshlaydi. Va natijada tana buni atroflarini o'chirib qo'yadi, mushaklarni. Tajribadan kelib aytishimiz mumkin. Shu yiqilgan bir yigitni qaraganimizda o'sha reseptorlarni topdik va uni o'chirganimizda zinadan chiqa olmayotgan yigit bemalol chiqib tushishni boshladi. Ya'ni bu yerdagi mushaklar ishga tushdi. Keyin yana chuqur darajada qidirishni boshladik. Yana bir ikkita ko'p narsalar bor ekan, uni o'chirganimizdan keyin o'sha ikkita, uchta zinalarda ham chiqib tushishni boshlagan holatlarini kuzatganmiz. Mana asosan shu. Endi hissiyotlar ham bor. Masalan, o't qopi. O'tgan safar ham aytgan bo'lsa, ko'rgan bo'lsanglar, g'azab hissi o't qopini faoliyatini buzadi. Buni buzilishi tizza osti mushakni ishlashini susaytiradi. Ya'ni tonusini o'chirib qo'yadi va borib davomiy g'azabda, davomiy kimgadir nisbatan g'azabda yurgan odam, o'tib ketgan narsalarni ham g'azabini o'zida saqlab yuradigan odamlar bor. Endi o'shalarda ko'pincha tizza og'riqlari ham kuzatilishi mumkin. Endi ko'p to'g'ri ichini ham bu yoqqa olib keluvchi приводящие мышцы deymiz. Ya'ni buni testi bundoq bo'ladi. Men bu yoqqa tortaman ichkariga. Mana bunda ham kuchi yo'q. Endi bu shu CD qopi boshqa organlar bilan bog'liq. Bunda ham o'chishli, ya'ni tonus yo'qligi. CD qopidagi shamollashlar, misol yoki shu jinsiy yo'llardagi shamollashlar ham shu mushaklarni ko'pini o'chirib qo'yadi. Natijada tizzaga noto'g'ri nagruzka tushishi boshlab yemirilish bo'ladi. Endi umumiy qisqa qilib aytganda aytadigan gaplarimiz shu. Yana bitta narsa. Ya'ni manual terapiya yordam beradimi? Manual terapiya yordam beradi qachonki ichki organdagi shamollashlar yoki psixikadagi, ya'ni emotsiya holatidagi kamchiliklar bo'lmasa, unda qanaqadir siqilishlarga yordam berishi mumkin, yengil tortishga. Lekin u uni yechmaydi. Ya'ni qisilib qolishi o'zida qolgan gap bo'lsa, manual terapiya yordam berishi mumkin. Lekin kineziyologiya ancha bunga chuqur qaraydi. Chuqur darajada yondashadi, ya'ni muammoga. Ichki organ to'g'irlanadi, umurtqalarni ochiladi. Bu yerda nervlar mana shu tana bo'ylab, a'zolar bo'ylab tarqab, har bittasi bitta mushakka ulanib kelgan joyi bo'ladi. O'sha ulangan joyidagi spaykalar, ya'ni qisilib qolishlar, o'sha nervni bu yoqqa kelayotgan signallarni o'chirib qo'yadi.
Ya'ni u ham bitta sabablardan bo'lishi mumkin. Uni biza masajlar orqali ochib tashlaymiz. Uni qidirib topib ochiladi. Yana bitta sababi, ya'ni uzoq vaqt noto'g'ri ishlash sababida tiz atroflarida ko'p tugunchalar yig'ilib qolgan bo'ladi. Og'riq berayotganlarda ham bosib turganimizda bir minut, 1,5 minut bosganimizda bu tugunchalar o'zini yoyilib, og'riq berishi, miyaga og'riq berishi tanaga to'xtatadi. Endi shu asosiy sabablar. Bularni hal qilgandan keyin tizza og'riqlari o'zi ketadi. Yemirilgan bo'g'im tiklanmasa ham og'riq to'xtab, o'sha yemirilish davom etishdan to'xtaydi. Ya'ni u yog'iga mushaklar o'zini vazifasini bajarishni boshlagandan keyin yemirilish tanada to'xtaydi. Hech bo'lmasa o'sha 3-stepenmi, shu 2mi, qaysi birida yetib kelgan bo'lsa, u yemirilish to'xtaydi. Endi yosh bo'lsa, organizm juda yosh bo'lsa, tiklanib ketishi ham mumkin. Endi u mashqlar, boshqalar bilan ham bu anchadan beri ishlamagan mushaklarni, ya'ni kineziolog ko'rigidan o'tgandan keyin yana ham mustahkamlab, bu yerda qon yurishligini yaxshilash uchun o'sha kinezoterapiya mashqlari bor. Ayni shu mushaklarni kuchaytirishga qaratilgan. Shu mashqlarni bajarib yurilsa, ancha tizi mustahkamlanib, yana o'sha eski kuchiga qaytishi mumkin. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Videolar qo'yib borishda davom etamiz, inshaalloh. Yana boshqa ko'p og'riqlar haqida, bo'g'imlardagi og'riqlar haqida ham gapirib o'tamiz. Savollar bo'lsa, Telegram kanalimizga yo'llashingiz mumkin, javob berishga harakat qilamiz.